qoidabuzarlik bir aklaqda emas, 50 akla jarimasi olishga sabab bo'ladi. To'xtab turing. Aka, aka, prava lishon bo'lganman. O'tgan safar ko'rdingiz o'zingizmi bo'lgan? O'zingiz hayday qoling. Yurur, bu yerda gay bo'lmaydi-ku, uka. Qo'lman deyman. Hech narsa bo'lmaydi, yurur, gay yo'q bu yerda. Turishibdi-ku gaylar. Voy, bo'l. To'xtama. To'xtama uka. O'tib ket, bo'l. Nima qilishim kerak? O'tib ket. Yo'q, to'xtayman. Spokойно, нормально hammasi. assalomu alaykum. Maxsus batalondan leytenant Muhammadov. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat. Hujjatlaringiz mumkinmi? Hujjatlar yo'q edi aka. Hujjatlar yo'q? Siz o'tgan safar hujjatsiz mashina boshqarib 50 barobar jarimaga tortilgandingiz. Yetarli bo'lmadimi, yigit? Qani bir mashinadan tushingchi. Tushing. Komandir, o'tgan safar yozdingiz. Bir safar iltimos yordam qiling. O'sha o'tgan safargisi dars bo'lmabdi-ku. Endi ukajon sizni qamoq jazosi kutyapti. Mashinaga o'tkazing. Endilikda o'rtoqlar pravarishon bo'lib, gay xodim sizlarni to'xtatsa, birinchi martaga o'rtoqlar 50 barabargacha shtraf to'laysizlar. Ya'ni 18 million 750 ming. Agarda ikkinchi marta xuddi shunaqa holat bilan gay xodimi sizlarni to'xtatsa, o'rtoqlar 100 barabargacha shtraf to'laysizlar. Ya'ni 40 millionga yaqin. Bu hali hammasi emas. 2 yilgacha o'rtoqlar axloq tuzatish yokida 2 yildan 3 yilgacha qamoq jazosi kutib turibdi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahnaga chiqib qo'yinglar. Va hujjatsiz mashina haydab yurgan do'stingizga yuboring. Yana mashina haydab qamalib ham ketmasin.